Olmoqchiman deyapti. Ana. Olmoqchiman. Ancha uranda talon taroj qildi. Yoza beradi bu yerda. Buni beradimi? Oladi bu. Juda qimmat turadi ular. Beriladi. Bular jarakada sanoldi. Yolg'on ekan. Ne YouTube'da hammasi yolg'on. Qilayotgan. 90% Amerikaning Lincoln anaqasini avianosini necha marta o'qidim. Olib qo'y oldi. Mana oshimiz o'rtoqlar. Salahiddin Bek Marg'iloni ahvoldan xabar olish uchun keldik. Mazasi qochib qopti. Şunun ahvoldan xabar olish uchun keldik. Mana Alisher Hoji aka osh qilyapti. Do'stlar. Mana mening o'zim. Hammaga salom. Endi magindan qo'ydik, muvosiga qiynaldi. Alloh rahmasin. Ha, miroslikda lozimda oladi. Ana men zabadim endi. Kecha zo'r o'yibdi-da. Soljan akaning holidan xabar oldik deymizda. Qani ikkinchini so'z endi. Do'stlar, mana Alisher Hoji akaning oshi tayyor bo'ldi. Qozonda ham qarang. Ha? Qozonni ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Mana Salahiddin Bek Marg'ilonini ko'rishga keldik. Shunga Alisher Hoji aka osh qilib berdi bizga. Do'stlar, mana oshni hozir Hoji aka suzmoqdalar. Andijoncha osh. To'g'rimi, Hoji aka? To'g'ri. Mana. Ha. Mana achchiq. Ha. Achchiq. Ana osh, ana o'rtoqlar. Hoji akaning ahvoli Marg'ilon Bekning ahvoli sal tuzuk bo'lib qoldi. Kecha Qaratov bilan janjallashib qolgan. Lekin jangda yengilgan. Mana bugun ahvoli sal yaxshiroq. Oshni ko'rib o'ziga keldi. Hammaga salom. Mana Mirbahram Hoji, Otabek Hoji, Buxorolik do'stimiz, endi bo'lajak Hoji. Bu qo'lingni ko'tarib qo'y, yaxshiman de. Salahiddin. Hojidan mana. Yo'q, gruppaga tashlamoqchiman. Ha, gruppaga tashlayman. Sen hoji bo'lmasan turib, bu hoji edi, hoji edi. Keling, oshga kelinglar, oshga. Ha, boshqa. Oshga kelinglar, marhamat tayyor. Ana. Ancha-anchasiga. Ana. Hammaga yoqimli ishtaha o'rtoqlar. Bo'ldi. Rahmat. Bismillahirrohmanirrohim.